bir yigit yangi uylanibdi. O'sha joy urfiga muvofiq jo'ralarni chaqirib mehmon qilmoqchi bo'ldi va bozordan so'yilgan qo'y go'shtini olib kelib, yangi kelinga berib, shu go'sht pishirib ber jo'ralarimga deb beribdi. Berganda hali kelin aytibdiki, men go'sht pishirishni bilmayman deb javob beribdi. Yangi kelinga jahl qilib, narsalarni yig'ishtirib, uyiga olib borib tashlabdi va otasiga aytibdiki, qizingiz oddiygina go'sht pishirishni bilmayapti. Qanaqa tarbiya bergansiz? Desa, qaynotasi aytgan ekanki, "Mayli kuyov to'ra, bizga 2 oy muhlat bering, qizimizga yaxshilab tarbiya berib qo'yamiz" desa, kuyov bola ketibdi. Oradan 2 oy o'tgandan keyin kelsa, ayoli shirin-shirin ovqatlar pishirishni o'rganyapti. Olib ketishga tayyorgarlik ko'rib turganda qaynotasi aytgan ekanki, "Endi kuyov bola sizdan borib bir qo'y olib kelib, bizga so'yib bersangiz, kelin sizga yaxshi ovqat pishirib beradi o'sha go'shtdan" degan ekan. Yigitcha aytibdilarki, "Men qo'y so'yishni bilmayman" debdilar. Shunda qaynotasi aytgan ekanki, "Endi sizdan borib otangizga aytib qo'ying. Meni erkak qilib tarbiya ololmayapsiz. Oddiy bitta qo'y so'yishni bilmaydigan yigitga men endi qizimni bermayman" deb kuyov bola haydab yuborgan ekan. Nima demoqchiman? Erkak kishi ayolida bir ayb ko'rdimi, uni ovoza qilmasdan o'zi uni bartaraf qilish yo'lini topish kerak. Bir donishmanddan so'rashgan ekan, "Siz nima uchun boshqalarning ayblarini tanqid qilmaysiz?" deshganda aytgan ekanki, "Men boshqalarning aybini tanqid qiladigan darajada o'zimni mukammal deb bilmayman" degan ekan. Donishmand odam.